Күнді бір капан психик ögüneyli sayıpsının yeni sanını köngül aramalağı sunmakçıman. Özünü əsliga keltirish iqtidori. Sadab qululusiningki ikki sadab qepi var. Sadab qepi echilgan chaqda agar qum donchilari yoki parazit qurt qatorliq boshqa jonliqlar qululi qepiga kirib, tashqi yuzi bilan sadab qepi orlig'iga qisilib olsa, sadab qululisi uni badan sirtiga chiqarolmaydi. Bu qum donchilari yoki jonliqlar tashqi yuziga tegishib turganlikdan sadab qululisi qichishish yoki og'rish his qildi. Ondan tashqi yuzi marvoyit moddasi ajratib chiqarib, marvoyit xaltasini shakllantirdi. Eng oxirida qum yoki jonliqlar go'zal marvoyitga aylandi. Qululninki qum donchilarini marvoyitga aylantirish jarayoni bir maydon og'riqninki o'zgarish jarayonidir. Psixologiyadagi qaytish uqumi kishilarninki psixik jihatdan azarga uchragandan keyin o'zini asliga keltirish iqtidorini ko'rsatdi. Eng dastlab bu uqumni amerikaliklar o'ttirib qo'ygan. 20-asrning 50-yillar bir psixolog Amerika ko'chalaridagi sargardon bolalarga diqqat qilgan. U bu bolalarningki o'xshamagan taqdirdan ma'lum xil iqtidor va o'xshamasliklarni tepib chiqishni o'ylagan. U uzoq muddat iz qo'g'lab, bu bolalarni tekshirib, bu tadqiqotni 30 yil davomlashtirgan. Eng oxirida bu psixolog tekshirgan 200 dan ortiq odam ichida 60 dan ortiq odamning hayoti muvaffaqiyatga to'lgan. Ular qanday qila olgan? Acaba ularningki hech qanday Ümitdən söz aşqıla bo'lmaydigan ko'chalardagi sargardon turmushi ularning taqdirini allaqachon nobud qilgan emasmidi? O'chmaydigan ashu narsa zodi nima? Buning javobi shuki, qiyin sharoitda oxirida natija qozongan bolalar bir xil odatdan tashqari kuchni namoyon qilgan. Bu kuch orqali ular o'zini davolagan, o'zini asliga keltirgan. Shunlashqa bu qaytish deb atalgan. Germaniyalik dangliq faylasuf Nietzsche ilgari mundaq degan: Meni o'ltiramagan odam meni teximi qaysarlashtirib etadi. Shunga u uzuksiz kuchaygan. Hech qanday odam uni o'ltirib etamigidek kuchaygan. Eng oxiri o'ziga tayangan. Ammo u so'z qaytish nazariyasiningki yadroliq uqumini to'liq isbotlab beradi. Ya'ni turmush bizda voz kechsa barliq baxt talay bizni afsuslantirdi. Hech nima qilmagandek his qilamiz. Butunlay umidsizlanamiz. Bizning badanimiz yanada bir xil intayin qimmatli bo'lgan o'zini asliga keltirish iqtidoriga ega. U bizni taraqqiyot yo'liga qaytadan boshlab kiralaydi. Natija odamga qarab o'xshash bo'lmaydi. Ammo nurg'un psixologlar bunda qaraydi. Barliq odamlarda qaytish iqtidori bo'lmaydi. O'ngsizlikqa yo'liqqanda ba'zilar o'zini asliga keltirib turmushga qayta boshdan yuzlana oladi. Ba'zilar bir qaytimliq zarbidan keyin qayta boshdan o'rnidan tura olmaydi. Ko'rib olishga bo'ladiki, o'z asliga qaytish amaliyotida bir xil harakat iqtidori bo'lib, ba'zi odamlar qila oladi, ba'zi odamlar qila olmaydi. Shundaqla o'zini asliga keltirgan odamlarningki hammasining qaytishi mukammal bo'lishi notayin. Ko'p bolalarda asliga qaytishda badal to'lashga to'g'ri keladi. Masalan, ko'pincha do'stlarimizga ma'lumlik bo'lishi mumkin. Dunyo boks shoyi Taysonningki tarixini bilgan do'stlar bo'lsa, Taysonningki yang dastlabda Namratlar mahallesida tug'ilganligi, Namratlik sabablik har xil yaxshi yomon ishlarni qilib baqqanligi, ota-onasi tarafidan tashlab etilganligi, oxirida yetim cho'ng bo'lib, o'zininki shu taqdirga nisbatan echinib, taqdirimni o'zgartaychi, men mushundaq holatdan bir qutulaychi deydigan mushtaq kuchli irodasi bo'lganligi uchun vaqtning o'tishiga ergishib, bu o'zini taraqqiy qildirib, keyingi dunyo sahnasida chaqnagan boks shoyi degan nom ataga ega bo'lgan. Shundan ko'rilishga bo'ldiki, ba'zi bir qiyin sharoit, ba'zi bir jafoliq turmush sharoiti odamning ruhiy dunyosini tavlab, keyingi turmushida utuq qozonishiga, o'zini qayta boshdan asliga keltirib, kuchli odam bo'lishiga turtkilik rol o'ynaydi. O'ttir yoshli bir ayol azoblanganlikdan bak ko'p yig'lagan va nurg'un qitim o'lib bilish xiyoliga kelgan. Oxiri chidug'siz dardini qabul qilib, asta-asta oldiga mangan. Biroq do'stlar hamma ishning uncha oddiy emasligini bayqagan. Uning yana yosh to'kmaganligining sababi u haroq ichishni boshlagan. Spirt orqali o'zininki azoblarini pasaytgan. U boshqalarningki oldidan aytib qaysar qiyofatga kirib oldi. Biroq odam yo'q yerda haroq ichib mas bo'lib oldi. Bu xil asliga qaytish jarayoni sog'lomlik va xo'shallik badligiga kelgan.
Ammo Jane'ning hayoti qaytadan boshlangan hayot. Jane'ning balliq davri ota-onasininki urush arsida o'tgan. Ota-onasi 10 yildan ko'proq urushib, oxiri ajrashib ketgan. Keyin ota-onasininki qattiq urushgan manzarasi uning qalbida saqlanib qolgan. Ajrashgandan keyin dadisining nervisida masala ko'rilib, doktorxonaga kirib qolgan. Jane'ning o'sib yetilishiga ko'ngil bo'lmagan. Apsi boshqa bir er bilan yiroq yerga ketgan. Jane azaldan bexatarlik tuyg'usiga erishib baxmagan. Qo'rqinchli bo'lib qolgan. Ammo u oliy maktabga chiqqandan keyin hammada o'zgarish bo'lgan. Oliy maktabda 4 yil o'qib, falsafada bakalavrilik unvoniga erishganligi uningki o'z asliga qaytish jarayonidir. U falsafa nuqtasidan o'zi va ota-onasining turmushini tushungan, ko'ngildagi o'chmanlikni barbara yo'qotgan. Hamda samimiylik bilan dadisi bilan aloqalashgan. Xo'sh, qadrli tanishlarman do'stlar, turmushimizda biz ba'zi bir jafo mushaqqatlarni bilib bilmay beshimizdan o'tkazamiz. Yoki bo'lmasa mushundaq jafo mushaqqatlarni tortishga majbur bo'lib qolamiz. Chunki bizningki oila sharoitimiz bir-birimizga o'xshamaydi. O'sib yetilgan ijtimoiy muhitimiz o'xshamaydi. Har xil obyektiv va subyektiv sabablar tufayli biz jafo mushaqqatli turmushni boshdan kechirishga majbur bo'lib qolamiz. Lekin bir mezgillik jafo mushaqqatni deb biz o'zimizningki ojizligini e'tirof qilib, men mushundaq ojiz odam, men mushundaq ojiz deb o'zimizningki xarakter jihatdan pishib yetilishimizga, xarakter jihatdan kuchli odam bo'lishimizga to'sqinlik qilsak bo'lmaydi. Mana mushundaq jafoliq sharoitda biz texmi tavlnimiz, o'zimizni ruhiy va jismoniy jihatdan kuchlantirib, boshqalar oson bo'zaq qilolmaydigan. Kuchli odamga aylangan vaqtimizda aningdagi bizningki taqdirimiz o'zgaraydi. Nurg'ulg'an namrat ayoldan kelib chiqqan cho'lponlar bor, qutuq qozongan shaxslar bor. Abaytdan bizda o'tgan Taysonninki turmushi nihoyatda jafo mushaqqatli o'tgan. Uzun mezgil jafoliq turmush kechirgandan keyin, har xil bo'ron chapqunlarni beshini o'tkazgandan keyin dunyo sahnasida chaqnagan bir dangliq boks chempioniga aylangan. Demak, sizningki oila sharoitingiz namrat bo'lsa bo'ladi. Lekin farzandingiz namrat bo'lsa bo'lmaydi. Siz jafo tortsangiz bo'ladi, lekin farzandingiz jafo tortib qolmasligi lozim. Bu nuqtani aytib yaxshi tushungan vaqtimizda bizningki turmushimiz ko'ngilli o'tadi, biz texmi kuchli odamga aylana olamiz. Ruhiy dunyosi kuchli odam har vaqt har joyda xushal-xuram yashaydi. Texmi ko'p sarxil mazmunlar davomli sizlar uchun. Bo'ldi, undaq bo'lsa, atki mazmunlarda sirdoshqicha xushvaqt bo'linglar. Xayr.